Savitri umr yo'ldoshini qutqarish uchun xavfli yo'ldan bordi. Olovdan o'tib, iblislar bilan jang qildi. U yengilmadi. Qo'yib yubor meni. Qo'yib yubor meni, churak. Yo'qol. Ishani, to'xta. Qayerga ham ketarding, qizaloq? Bu hali hammasi emas. Savitri eri uchun o'lim ma'budi Yam bilan ham kurashdi. Yam uni muammolar girdobiga uloqtirdi. Shunda ham Savitri taslim bo'lmadi. U esa hanuzgacha kelmabdi. Oyi, bekorga xavotir olyapsiz. Hozir keladi. Ranvir, qachon kelding o'g'lim? Amba, mehmonlarni tashlab qayerga ketganding? Dada, qarang. Shunday kunda xafa bo'lyaptilar. Ularga o'zingiz tushuntiring. Ishani qani o'g'lim? Oyimni olib boravering. U ham kelib qoladi. Mayli. Yur amba, mehmonlar kutishyapti. Ey Tangrim, Ishani qayerda bo'lmasin, tezroq uyga qaytsin. Iltimos. Ketyapman, Ranvir. Har qanday jazoga tayyorman. Meni kechirsangiz bo'lgani. Ishani? Mumkinmi? Ishanidan xabar bormi? Yo'q, janob. Kechirasiz. Muammolar bilan bo'lib, buni sizga berishni unutibman. Pariklar koshonasining hujjatlari Ishani xonim nomiga o'tkazildi. Ishani xonim imzo cheksa, bu uy sizning nomingizdan Ishani xonimning nomiga o'tadi. Rahmat, Bunit. Birinchi karvachot bayramingga senga sovg'a. O'z uying seni nomingda bo'lishi kerak. Nega hech kim yo'q? Ishanining telefoni nega o'chirilgan? Menga qarang. Ranvirni ko'rmadingizmi? Janob yuqorida edi. Nitesh og'a, oy chiqdimi? Yo'q, qornim ochib ketdi. Yaxshi, mana oling. Amba? Amba, nega parishonsan? Yur. Hozir oy chiqib qoladi. Biror kim yangiliklarni ko'rdimi?
Mumbayda oy qachon ko'rinarkin? Tashvishlanmang xola, oy qayerda birinchi ko'rinsa, video tasvirga olib sizga ko'rsaman, ro'zangizni ochasiz. Hazilkash sizda. Ranvir. Ranvir. Ishoni. Qayerga ketganding? Hamma seni kutganini bilasanmi? Shunday kunda kim ko'chaga chiqadi? Ketishga ketibsan. Uyga vaqtida qaytishing kerak edi. Karvachot afsonasi ham o'qib bo'lindi. Uyda bo'lish o'rniga bilmadim qayerlarda yuribsan. Qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Bu birinchi karvachoting. Odamlar nima deyishini bilasanmi? Oyi, hammasini aytib beraman. Oldin Ranvir bilan gaplashib olay. Uni ko'rmadingizmi? Seni tashqarida kutyapti. Ishani. Ibodat narsalarini olib ket. Oy chiqib qoladi. Ajoyib. Ajoyib suratlar. Hozir oy ham chiqadi. Mayli. Suratlarni unga yuborib, hayotini zimistonga aylantiramiz. Chirak. Alo, janob Arvi. Men Chiragman. Ismimni eshitgandirsan. Bugun qo'ng'iroq qilayotganim uchun uzr. Juda band bo'lsang kerak. Kun bo'yi xotiningni kutgandirsan. Lekin tashvishlanma, hozir kelib qoladi. Jo'natib yubordim uni. Yoningga. Men bilan birga edi. Nikoh kechasini nishonladik. Tan olish kerak, Ranvir. O'z rafiqasini jazmanining yoniga yuboradigan senga o'xshagan erlarni topish qiyin. Nima bo'ldi? Ha? Aytgancha, kelganida ovqat yedirib qo'y. Oy chiqishini kutib o'tirarmidi? Bugun men bilan uchrashdi. Tutgan ro'zasi o'shandayoq ochilib ketgan. Menga uzoq umr tilab ibodat ham qildi. Endi hamisha shunday uchrashib turamiz. Cho'pchaklaringga meni ishontirmoqchimisan? Seningcha rafiqamga ishonmasligim kerak, shundaymi? Ranvir. Shuncha yillardan beri meni sevib keldingiz. Endi men ham sizni butun qalbim bilan sevaman. Har kuni karvachot ro'zasini tutib, sizga uzoq umr tilayman. Boshpanasiz odam qumdan uy qurib xursand bo'ladi. Sen ham shunday ahvoldasan. O'zingni xursand qilish uchun turli cho'pchaklar to'qib o'tiribsan. Anchadan beri uchrashmagandik. Bir-birimizni juda sog'ingan ekanmiz. Xullas yaxshi bo'ldi. Ofis va uyimning hujjatlarini olib kelganini bilsang, yana ham xursand bo'lsang kerak. Meni chuv uchirganding, esingdami? O'sha hujjatlarni sendan o'g'irlab menga berdi. Shuncha mehr berganimdan keyin evaziga mukofot ham olishim kerak edi.
Qaysi mashinada ketib, qaysi mashinada qaytganini ham so'rab ko'r. Ana shunaqa. Taqdir deganlari qiziq bo'lar ekan. Meni sevadi. Ammo sen bilan yashaydi. Nima bo'ldi? Hayratdan qotdingmi? Qotmagan bo'lsang, nishon, hujjatlar va mashinani tekshirib ko'r. Qotasan. Shunday mashhur ishbilarmonning o'z rafiqasiga kuchi yetmasa-ya. Ko'z yosh to'kib yonimga keldi. Meni bilasan-ku, qizlarning yig'lashiga qarab tura olmayman, ayniqsa u Ishani bo'lsa. Uni bag'rimga bosib, mehr bilan ko'z yoshlarini artib qo'ydim. Istaganingcha yolg'on to'qishing, uni boshiga tuhmatlar yog'dirishing mumkin. Lekin baribir unga bo'lgan ishonchimni so'ndira olmaysan. Ishaniga to'liq ishonaman. U meni balki sevmas, lekin bir umr sendan nafratlanadi. तुझे पाके अधूरा न रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो Muhabbati ko'zini ko'r qilganlar chog'ga qulashi aniq. Hozir ayni payti. Suratlarni yuborib, muhabbati va ishonchini barbod qilamiz. Xudoga shukr. Sen kelding. Kelmaganingga sendan xavotir olayotgandim. Biror nima bo'lmaganmikin deb. Meni kechiring, Ranvir. Sizga hammasini gapirib beraman, xo'pmi? Avval ibodat qilib oling. Sovg'angizni beray. Keyin hammasini gapirib beraman. Sovg'a? Ha, siz bir umr kutgan sovg'a. Bugun sovg'angizni olasiz. Birinchi karvachot bayramingizda sizga shu sovg'ani beraman. Ranvir, sizda o'ta muhim gapim bor. Sizga shuni aytmoqchimanki, aslida
Nima bo'ldi? Nimaga qarayapsiz? Karvachotda ayol eri uchun uzoq umr so'raydi. Lekin sen mening jonimni olding-ku. Jim bo'ling. Shunaqa ham hazil qilasizmi? Shuncha yillardan beri seni qalbim bilan sevdim. Agar Xudo ahvolimni ko'rib turgan bo'lsa, umrimni uzaytirmasin. Jonimni olib qo'ya qolsin. Oy chiqdi, qaranglar. Oy ko'rindi. Kela qolinglar. Gaplarni gapirmang. Bugun bunaqa gaplar gapirilmaydi. Men sizga bir gap aytmoqchi edim. Sizga sovg'a bermoqchi edim. Ranvir, men sizni